Mana nimaga yaponlar dunyodagi eng aqlli xalqlardan biri deb hisoblanadi. Oxirida aniq hayron qolasiz. Yaponiya maktablarida o'quvchilardan 4-sinfga yetgungacha hech qanday imtihon olishmaydi. Ular o'ylashadiki, bu yoshgacha bolalarni testdan ko'ra muhimroq o'rganadigan narsalari bor. 1. Ular avval bolalarga tartibni va moliyaviy holatidan qat'iy nazar har bir insonga hurmat ko'rsatishni o'rgatishadi. 2. Ular bir vaqtning o'zida ham mustaqil, ham jamoa bilan ishlashni o'rgatishadi. Masalan, Yaponiya maktablarida farroshlar yo'q. Tozalash bu o'quvchilarning mas'uliyati va ular bir jamoa bo'lib buni bajarishadi. 3. O'quvchilar tabiatni qadrlashadi va uni asrashni o'rganishadi. 4. Ularda o'qish faqatgina bilim uchun, baholar uchun emas. Boshlang'ich va o'rta sinflarda o'quvchilarga baho qo'yilmaydi. 5. Ularda axloq va intizom juda ham muhim. Shuning uchun ham o'quvchilarning o'qishga qiziqishi baland, davomat ham deyarli 100%. Va albatta buning natijasida bu o'quvchilar kelajakda yuqori natijalarga erishishadi. Agar videoni shu joygacha tomosha qilgan bo'lsangiz, ular uchun bitta qarsak belgisini qoldirib keting. Like bosish va obuna bo'lish esdan chiqmasin.